Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda taharetki münasebetlik mezmunlardan süt içkədim, süt içip boğanınızı ağzını çaqamdı, çaqımamdı degan mesele oturup koyulgan. Bu sualni babda ekiliş arkalık İmam Bukhari rahmetullahi aleyh hadis arkalık bu babni sualini tehimine ait roşen yoğurtup bir vatıdı. Bu 211. numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Yahya ibn Bukayr degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunaqdaydi. Yahya bilan birga Qutayba tang hadis so'zlab berganda bu raviylarning hammasi bu hadisda 7 raviy bor. 7 raviyning hammasining tarjimasi boshida o'tgan kishilar. Bu Yahya bilan Qutayba debdi bu ishga bizga Lays so'zlab bergan edi dedi. Undaqda Laysning Lays ibn Sa'dniki shagird bo'ladi bu ikkilaylar o'xshash shagird. Lays Uqayl degan kishidan. Uqayl Muhammed ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri'dan. İbn Shahab Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba'dan. Bu kishi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhudan rivoyat qiladi. Demak bu yerdagi 7 raviniki tarjimali boshda o'tib bo'lgan. Bu yerda endi qayta takrorlab o'tmaymiz. Bu zot payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki mundaq bir holatni bayon qilib o'tib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam süt ichib bo'lib og'zini chayqab o'tgan edi va buningga askartmi qilib payg'ambarimiz mundaq degan. Bu sütning meva, ya'ni qaymoqi va deb shundaq degan. Demak süt ichgandan keyin og'izni chayqab o'tish bu bir sunnat deganligi ko'rinib turibdi buningdan. Chunki sütninki qaymoqninki purg'i bo'ladi odatda. Bu puraqni yo'qotish. Bu bir tozliqqa ahamiyat berishga muhim bir qoida, yo'sin, axloq, ham bir sunnat. Hatta bir qism ulamolar süt ichgandan keyin og'zini chayqash vojib deb qarab olgan, ya'ni farz deb qarab olgan. Lekin bu qarash pek kuchli emas. Buning bir sunnat, ya'ni mustahab ekanligi eng kuchli bir masala. Bu hadisni ham rivoyat qilishda aql degan kishiga, masalan, Yunus, Salih ibn Kaysan qatorliq hadis ulamolari Imom Zuhriyning rivoyat orqali bularga ergashgan dedi. Undaqda bu hadisni Imom Zuhriydan bulardan boshqa, ya'ni Yunus, Salih ibn Kaysan qatorliq kishilarni rivoyat qilgan degan bo'ldi. Undaqda bu hadisniki rivoyat yo'li bir necha yaqindan yo'ldan kelganda bu hadis tutgandan keyin yana bir babni o'tirib qo'ygan. Bu babda uxlab qolgan odam tarat elish kerak degan mazmun haqida. Ya'ni uxlagandan keyin tarat elishniki muhimligi yoki vojibligi bayon qilingan. Hani ba'zi bir qism ulamolar bir qitim yoki qitim bunday mugdab qolgan bo'lsa yoki yengil uxlab qolgan bo'lsa, masalan, yengil. Buni da taratlish ketmaydi degan kishilarmi bo'lgan. Endi bu yerda mugdash bilan uxlashninki ozroq farqi bor. Ikkisi moyat jihatdan o'xshashlik turgan bilan, ammo mugdagan vaqtida bir gapni godon anglab turdi, ammo nima deganligini anqiranmaydi. Mana buni mugdash holat deymiz. Uyquda yo'q, hech narsani sezmaydi. Bu uyqu bilan mugdashninki farqi. Ulamolar shu lug'at jihatdan izlanishda işte ilk taraflardan tartib bununla diqqat qilib o'tgan. Xo'sh, bu hadisniki o'ziga qaytib kelsak, bu babdagi 212 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi degan İmam Bukhari'ninki büyük bir ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Malik xabar bergan Hishomdan deydi. İmam Malik rahmetullahi aleyh shu Hishom ibn Urva. Hisham dadisidan Urva ibn Zubayrdan, ya'ni Zubayr ibn Avvamniki Asma bint Abu Bakr Siddiqniki o'g'li bo'ladi. Bu kishi hammasi Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilyapti-da. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan deydi Oysha onamiz. Sizlarning biringlar namoz o'qiyotgan vaqtida mugdab qolsa, uxlasin. Uyqusi yeshilganga qadar uxlab tursin dedi. Chunki mugdab turib namoz o'qiyotgan vaqtinglarda nima deganligini bilmaydigan, istig'for etdim deb o'zini tillab qoldigan, o'ziga yaxshi tilak tiladim deb o'ziga beddua qilib qoldigan masalanchi,
bunda avvallar bo'lib qoladi degan edi deydi. Ammo lekin bu hukm bek mutlaq emas. Chunki Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Maymuna radhiyallohu anhaniki uyga kirib namoz o'qiganda mugdab qolgan namozda. Eshikchek vaqtida. Mugdab qolgan vaqtida hammasi Maymuna radhiyallohu anhamda quliqining yumshiqini tatib qo'yib, chimdib qo'yib, o'g'itib qo'yapti. Demak, bu masala mutlaq emas. Ya'ni odamning o'zining shu o'zi tushunadi, o'zini o'zi biladi bu masalada. Zaten narsani tushunmaydigan holat bo'lsa, uxlasin. Ammo sal anqiralig'idek bo'lib qolsa, namozni cho'qim tamom qilgani afzal inshaalloh. Demak, bu hadisda masalan mugdab qolgan bo'lsa, dedik, demak bu taratni sundurmaydi degan bo'ldi bundan. Yana birisi bu hadisdagi muhim nuqta namozni g'afil qalb bilan o'qishga bo'lmaydi degan bo'ladi. Yani uxlagan odamningki o'zining tuyg'usi, qalbi, niyati bu xiyoliy masalan bir yerga jo'g'lanmaydi. Yani xushu bo'lmaydi bunda namozda. Demak, bu namozni ki o'qisin degan gap, namozni xushu bilan o'qishningki muhimligi bu yerda eskartilyapti. Yani degan narsani bilish, tushunish. 213 hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abu Ma'mar hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Abdullah ibn Amr degan kishi o'zi maqat nomi bilan mashhur. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki Allohumma allimhum kitob degan bobda bu odamniki tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi bizga Abdul Varis hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Abdul Varis ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tannuri degan kishi. Bu kishining tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi bizga Ayyub hadis so'zlab bergan edi. Ayyub as-Sikhtiyani degan kishi Halavatul iymon degan bobda bu kishining tarjimali o'tgan. Bu kishi Abi Qilaba degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Abi Qilaba Abdullah ibn Zayd al-Harmi degan kishi bu kishining tarjimali boshida o'tgan. Bu kishi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan: "Sizlarning biringlar namozda mugdab qolsa, uxlasin. Darhol uxlasin. Shu o'zining o'qiyotgan narsini bilganga qadar, o'qiyotgan qiroatini anqira olgan qadar uxlasin" dedi. Demak, bu hadisda nima ko'rinib chiqyapti deganda, birinchidan mugdak taratni buzmaydi demoqchi. Ikkinchidan elpetgan vaqtida namozda xushu bilan o'qish, o'zining qiroatini tushunib o'qish, bilib o'qish, duosini nima deganligini, Xudoga nima iltijo qilayotganligini bilib o'qishning o'zi muhim demoqchi bu yerda. Bir qism ulamolar bu nima uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda uxlashga buyurgan degan masalani ta'vil berib, buni tushuntirib, balki namozdan zirkib, ibodatdan zirkib, nimishqin bu namoz farz bo'lib qolgan bo'g'aydi deb, bu dindan qoqshaydigan, voysaydigan avvallar yuz berib qolmasin, namozdan zirkishlik his qilib qolmasin, yoki zirkib qolmasin deganni maqsad qilib, shunlashqa mushta degan bir qism ulamolarniki ta'biri va ta'vili bu jihatda mavjud. Bu balki yiroq emas. Undan boshqa hamda bu hadisda xushuniki miqdori, darajasi bu yerda azroq aks etgan. Demak, o'zining nima o'qiyotganini, imomning nima o'qiyotganligini bilish, tushunish yoki shuni bilib turish mana xushuniki eng tuvanchiki deyishga bo'ladi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.